Payg'ambarimiz alayhisalomning davrlarida Sa'laba degan sahobiy bor edilar. Bir dona kiyimlari bo'lgan ekan ust boshlarida. Shu birgina kiyimlari sababidan ahli ayollari bilan almashib namozlarini to'liq bo'lishligi uchun, ya'ni satri avrat bo'lish kerak-ku namozda. Ayollarini yangi kalta kiyimli ekan. Namoz vaqti bo'lganda Sa'laba uylariga borib, ayollariga kiyimlarini yechib berar ekanlar, ular namozlarini o'qib olar ekanlar, keyin yana o'zlari kiyib yana shunday qilib vaqt o'tkazishar ekan. Bu kishi Sa'laba payg'ambarimiz alayhisalom mollariga keldilar. Ey Allohning rasuli, kambag'alligim oshib ketdi, ko'payib ketdi. Shuning uchun bir duo qiling, Alloh menga ham mol dunyo bersin. Agar mol dunyo beradigan bo'lsa, biror bir haqdor odamni qoldirmasdan haqqini berib boraman dedilar. Sabr qilgin Sa'laba, sabr qilgin dedilar. Oz narsaga shukr qilishliging ko'p narsaga shukr qilmasdan yurganingdan ko'ra yaxshiroq. Sabr qil dedilar. Oradan yana vaqt o'tdi. Sa'laba yana shikoyat qildilar. Ey Allohning rasuli, duo qiling, Alloh menga ham barokat bersin. Ey Sa'laba, meni holimni ko'rgin dedilar payg'ambar alayhisalom. Meni ko'rgin. Men bu darajada boy badavlat emasman. Menga qarab qadamingni tashagin demoqchi bo'ldilar. Mana ahvolimni ko'r, bir kun qornim och, bir kun qornim to'q. Payg'ambar alayhisalomni uylarida ketma-ket 3 kun qozon qaynamagan. Payg'ambar alayhisalom shunday faqirona holatda hayot kechirganlar. Shuni aytmoqchi bo'ldilar, sabr qilgindilar. Yana ozgina vaqt o'tdi, Sa'laba keldilar. Ey Allohning rasuli, agar men boy bo'ladigan bo'lsam, boy badavlat bo'lsam, bechoralarga o'zim Muhammadimni ko'rsataman. Ularga yordam qo'lini cho'zaman dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom duo qildilar. Sa'labaga ey Robbim, o'zing barokat bergin dedilar. Ularga bitta qo'y berdilar. Alloh senga molingga barokat bersin deb duo qildilar. Bir qo'ylari 2 ta bo'ldi, ikkitasi 4 ta bo'ldi, ko'payib har namozda payg'ambar alayhisalomning oldilarida hozir bo'ladigan Sa'laba mol dunyosi ko'payib borishligi bilan sekin masjidlarga qatnashi kamayib bordi. Oyoqlari sekin masjiddan uzila boshladi. Faqat juma namozlarida hozir bo'ladigan bo'lib qoldilar. Vaqtlar o'tib, keyin hatto juma namozlarida ham ko'rinmay qoldilar. Kunlarning birida payg'ambarimiz alayhisalom Sa'laba ko'rinmay qoldi, qani dedilar. Odamlar aytishdi, ey Allohning rasuli, Sa'labani moli dunyosi shu darajaga yetdiki, Yasribga, Madinaga sig'maydigan darajada ko'payib ketdi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo oyat karima nozil qildi. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha degan oyatni nozil qildi. Ya'ni zakot olishlik to'g'risida oyat tushdi. Mana shu vaqtda Ansoriylardan bo'lgan bir kishini va yana bir kishini Bani Sulaymdan bo'lgan bir kishini payg'ambarimiz alayhisalom ikkalovlarini zakot olishlikka mas'ul qildilarda, zakot yig'inglar dedilar. Kambag'allarning haqqini olishlik uchun zakot yig'inglar dedilar. Shunda Sa'labani ham oldilariga kelishdi. Payg'ambarimiz alayhisalom jo'natdilar. 40 ta qo'ying bo'lsa, buni bittasini berar ekansan. Tuyingdan muncha, qoramolingdan buncha, pulingdan muncha, oltiningdan buncha deb zakotni turlarini aytib berishdi. Voy bu dedilar Sa'laba, bunchalari ko'p. Bu xuddi jizyaga o'xshaydigan bir soliq bo'lib qopti-ku deb e'tiroz bildirdilar. Payg'ambar alayhisalom bilan o'zim gaplashaman dedilar. Ular ketishdi, bo'lgan voqeani payg'ambarimiz alayhisalomga aytishdi. Ey Allohning rasuli, Sa'laba zakotni berishlikdan sizni gaplaringizni yetkazganimizda bosh tortdi, men o'zim borib gaplashaman dedi. Birozdan keyin payg'ambarimiz alayhisalom tayin qilgan mollarni yetaklab keldilar. Ey Allohning rasuli, falon degan ekansiz, mana mollarni olib keldim. Allohning rasuli sendan so'raganida bermadingmi? Endi kerak emas dedilar. Endi kerak emas. So'ralganda bermadingmi? Endi kerak emas. Yalindi, yolbordi, olmadilar. Payg'ambar alayhisalom olmasdan vafot etib ketdilar. O'tib ketdilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning xalifalik davrlarida u kishi kelib, "Ey Abu Bakr, hamma musulmonlar zakot berishyapti, oling mendan ham." "Yo'q, sendan payg'ambar alayhisalom olmaganlar men ham olmayman" dedilar. Olmadilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning xalifalik davrlarida butun mol mulklarini yetaklab keldilar.
o'sha vaqtda payg'ambar alayhisalom sabr qilgin deganlarida sabr qilmadim. Mana qaraylik birodarlar. Mol dunyo bersa men ham haqqini ado qilardim, yetim parvar bo'lardim, odamlarga ulashardim deydi. Qo'lida yo'q bo'lgan narsaga aytadi-da. Ammo mavjud bo'lgandan keyin uni berishlik oson emas. U jon chiqib ketib qoladi unaqa paytda. Puli jigardan paydo bo'lgan degani bekorga aytilmaydi. Shu pul sababdan kimlar nimalar qilmaydi? Aka-ukalar bir-biri bilan gaplashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bir-biriga ta'na yog'diradi va hokazo. Pullar sababidan qanaqa jinoyatlar bo'ladi. Hammamiz bilamiz buni. Butun mollarini yeteklab keldilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu ni oldilariga. Hech narsa kerak emas. O'sha ilgari payg'ambar alayhisalomning davrlarida bitta ko'ynayi bilan qolgan Sa'laba bo'lish xohlayman. Kerak emas. Hammasini olinglar. Hammasi kambag'allarga bo'lib berilsin dedilar. Sandan payg'ambar alayhisalom Abu Bakr birodarim zakot olmagan, men ham olmayman dedilar. Olmadilar. Hatto Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu vafot etib ketdilar. Usmon roziyallohu anhu ni xalifalik davrlarida keldilar. Ey Usmon, oling mana, oling. Hammasi shu din uchun, hammasi shu musulmonlar uchun, xalq uchun bo'lsin. Hammasini bo'lib bering. Sandan payg'ambar alayhisalom ham ikkita birodarim, ya'ni Abu Bakr ham, Umar ham sandan zakot olmagan, men ham olmayman dedilar. Sa'laba roziyallohu anhu bu kishi tog'u toshlarga chiqib, mollarini shunday tashab ketgan ekanlar. Shunday tashab tog'u toshlarga chiqib, ey Sa'laba, payg'ambar alayhisalom senga sabr qilgin dedilar, sen sabr qilmading deb o'zlarini ko'p malomat qilib vafot etib ketganliklari aytiladi. Shunday birodarlar, mol dunyoni o'zini og'irligi bor. Yo'q bo'lgan narsamizni berib yubora olmayman deyish osonroqda. Ammo insonning tabiati unaqa emas. Ko'payganda ko'payursa, inson ko'zi dunyoga to'ymaydi, bir siqim turpoq ko'zimizni to'ldirib qo'yadi.